28 velosiped chempion. Lekin 10x minamiding? Qani edi? Yur, 15 yildan beri mashin bitmayapti. Asabni buzma, o'zing buzilib turibdi. Senchi jinni bo'lyapsan ekan. Chet el petel yo'l dam olib kelib ol. Ha, rosa pulim ko'p-da, men chet elga borib dam olgan. Hali bitta voy texnika olishim kerak mana uyga. Ha, rahmat. Mana ishonchda rahmat aksiyasi bo'lyapti. Ishonch 15 yoshda. Nima bo'lyapti? Xullas kalom, ishonch 15 yoshga to'lgan munosabati bilan o'zini barcha klientlariga 15-martdan 15-maygacha o'ta katta aksiya qilyapti. Yo'q, qanaqa? Yur ketdi. Endi sen yaxshi eshitib ol. Ishonch bitta emas, ikkita emas, 8 ta 10x berib olar ekan. 8 ta 10x berib olatyapti. Bu hammasi emas. 12 dona 2 kishilikdan Sharm-Sheyxga sayohat, 1,5 ming dona qimmatbaho sovg'alar bor. Buni yutib olish uchun qanaqadir shartlar bormi? Yo'l oson. Ishonch hammani o'yladi, ketdik. 8 ta 10x da bittasi meniki bo'ladi deydigan bo'lsang, ishonchga kelasan, 4 million so'm yoki 4 million so'mdan yuqori narsani muddatli to'lovga 12 oyga xarid qiladigan bo'lsang, aksiya ishtirokchisiga aylanasan. Xullas kalom, 4 million so'mga bitta aksiya chiptasi, 8 million so'mga ikkita, 12 million so'm 3 ta. Ishonchda qancha ko'p narsa xarid qiladigan bo'lsa, imkoniyati shuncha ko'payadi. Qalay? Men ketdim. Akalar, bunaqa sharoitdan unumli foydalanib olish kerak. Hech ketdi bunaqa sharoit bo'lmaydi. Ishonch, omma malades.